mana biz nogironlarimiz bilan Namanganga gullar bayramiga yetib keldik. Mana bizni mana shu yerda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari juda yaxshi kutib olishdi. O'zlari mana joylashib, hammalarini tushirishib, nihoyatda yaqindan yordam berishyapti. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga va rahbarlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana o'zlari hammalari yordam qilishyapti. Rahmat. Prezidentimizga rahmat. Ko'prik tumanida yashovchi aziz Hoji akamiz Abdurahmon